Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda turmada yetish jarayonida Muhit bilan Abdulhamdining tafakkurlarining cho'nqurlashayotganligini, dunyo qarashlarida o'zgarish bo'layotganliklarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Muhit turmaga maxfiy kirgan xabarlarga alohida diqqat qiladi. Oliy maktab o'quvchilari o'qish tashlab, keng ko'lamlik namoyish qildi. Vatan sotqush hukumatni yo'qotayli, vatan sotqush ahdinomini bekor qilayli, Ibrohim Hamdining intiqomini olayli, deb shuar to'labdi. 3 o'quvchi qurbon bo'pti. Biri Angliyaning Aleksandriyadagi tadqiqot o'rniga bomba tashlabdi. Yana biri 2 Angliya askarini o'ldirib etibdi. Bir Misrlik xoin o'ldirilibdi. İşçiler birleşmesi bilen o'quvchilar birleşmesi qurilibdi. Turmaga hamma xabar kirib turadi. Hatto Salah Johin ismli bir o'rta maktab o'quvchisi yozgan naqshimi turmaga tarqaldi. Naqsha mundaq edi. İbrahim tökkan qondin nurlandi quyosh. Mudihish bu kunlarga qolmadi uzoq. Rang olg'ach quyoshmu mardona qinidin. Yip-yangi bir davr yuz ochar parlab. Muhit bu naqshini g'ingshib aytib, o'zidan so'raydi. Nima uchun o'quvchilar o'zini qahramonlik bilan qurbon qila oladi? Turmaga solinishdan qo'rqmaydi. Nima uchun har xil qiynashlarga chidaydi? Bu naqshlarni nima ishga yozadi? Ular sarang emas. Ularning hammasi buzuq yigitlar emas. Qandaqdir bir narsa ularni mushundaq qilishga undayotidi. Bu narsa ularning hayotidimi qudratlik. Muhit uyidagi chaqda buni bilmaydi. Chunki uning o'y-xiyoli, harakati butunlay dadasining cheklimasi ichida bo'ladi. Vatanparvarlik degan nima? Mustamlikachilik degan nima? Mustaqillik degan nima? Qanday qilsa vatan sotqanlik bo'ladi? Xalq degan kim? Bu savollar uni o'ylantiradi. U o'zini to'man ichiga kirib qolgandek his qiladi. U bir turmidishidan Abdurahmon Rafining Misr tarixi haqidagi kitobini oldi va o'qib ba'zi masalalarni bir oz tushundida Abdurahmon Rafi yozgan hamma kitobni va boshqa kitoblarni, Qur'on Karimni, Marksning Kapital nomli kitobini o'qib chiqdi. U masalalarni tushunishga boshladi. Doim anglab turadigan ismlarning va ta'sirli shuarlarning ma'nosini bildi. Savoqdoshlarining nima uchun inqilobga qatnashadiganligi, qurbon bo'lishdan qo'rqmaydiganligini tushundi. Muhit bekli hayajonlandi, ammo harakatida bildirmadi. U azaldan alam bilan ish qilishni yoqtirmaydi. Shunga u turmadimi turmudoshlari qo'zg'agan harakatlarga qatnashmadi. Turma saqchilari bilan jidallashmadi. Turmada tinch, yolg'iz o'ltiradi. Shunga o'zi bilanla o'tib Ig'ir bisiq deb nom oldi. Uning kallasida endi oxirgi nishonga yetadigan, butun millatni tavirtadigan yangi, to'g'ri ko'z qarash shakllandi. Bir kuni attiganligi Gundupaylar boshlig'i ho'ylida turibla vaqirdi. Muhit, Mustafa Zohir! Muhit gap qilmasdila Gundupaylar boshlig'iga qaradi. Gundupaylar boshlig'i: "Nars keraklaringni yig'ishtir, seni qo'yib berdik", dedi. Muhit turibla qoldi. İşenmedi. Yüreki qapasda tipirlagan qushdek düpüldep soqib ketdi. U chiqib ketadigan bo'ldi. Erkin dunyoga chiqadigan, o'z oilasiga qaytadigan bo'ldi. U xo'shalligimni turmdoshlarim ko'rib azoblanmasin deb o'zini besib oldi. Ko'nglimi bir qismila bo'lib qoldi. Sabab u erkinlikka intizor bo'lsa-mu, xo'shalligini izhor qila olmaydi. Turmdoshlaridan ayrilishga qiyolmaydi, ammo buni bildirolmaydi. Chunki yolg'iz ular erkinlikka erishgan edi. Umu turmudoshlarimu sukut qilishdi. Bir ozdan keyin turmudoshlari: "Og'ina, muborak bo'lsin sana. Bizni unutib qolmag'in. Sen bilan pat orada ko'rishga Xudoyim nisib qilg'ay", deyishib uni tabriklashdi. U turmudoshlarining tabriklarini, suyishlarini qabul qilg'ach, narsa keraklarini yig'ishtirdi. Ondan ular bilan bir-birlab qo'l ilishdi.
Abdulhamdi, sağım az qaldı, dedi u Abdulhamdining qo'lini siqib turib. Muhit türmeden chiqib, siyosiy saqchining yonida to'xtab, ba'zi anketlarni to'ldirdi. Siyosiy saqchi uni siyosiy harakatlarga qatnashmaslik to'g'risidagi ahdinomaga qo'l qo'yishni buyurgan edi. Muhit miyiqida kulib qo'ydi. U endi siyosiy harakatlarga qatnashmaslikqa kepillik qilolmaydi. Siyasi uning ideyasiga, qalbiga o'rnagan, qiniga orlishib ketgan edi. Ammo uning nomi hozir siyosiy emas, vatanparvarlik deb ataladi. Muhit siyosiy saqchi bergan anketga qo'l qo'ydi. Uning yolg'on qo'l qo'yish ekanligini faqat Muhit o'zila biladi. Muhit sirtqa ming'ishiga turma darvozasi ochildi. Kapitan Dabag'i bir o'quvchini tutgan ikki saqchini boshlab keldi. Muhitni ko'rib udul turma boshlig'ining ishxonasiga kirib ketdi. Saqchilar bir o'quvchini siyosiy saqchi uyiga ilib kirdi. Baya Muhitga anket bergan siyosiy saqchi u o'quvchiga qarab qo'yib, yangi anketlarni to'ldirdi-da saqchilarga. Uni hozir bo'shagan 8-kameraga sulab qo'yinglar, dedi. Muhit beshini lingshitib qo'ydi. Ammo yangi bir sabdishining qo'lga ilinganligiga afsuslanmadi. Chunki u hozir nurg'un davlilarning, ya'ni kurashning to'xtab qolmaydiganligini bilgan edi. Muhit turmadan chiqib ketdi. Xotima. Bir necha yil o'tib ketdi. Bu millionlagan oilalarning biri edi. Bu oila tinch, oq ko'ngillik bilan oddiy, sodda yashaydi. Hech kim uni inqilobiy oila, qahramon yetishtiradigan maydon deb o'ylamaydi. Buvay burunqi uluk, ammo ritmliq turmushni asliga keltirib oldi. Hamma ish yanala karvetining yeniga qo'yilgan qo'ng'iroqliq soat bilan bo'ladi. Oddiy, sodda, ehtiyotchanlik bilan o'zining turmushini va bolalarining kelgusini o'rinlashtiradi. Birla o'zgarish u ishqa berishdan burun gazet o'qiydigan, siyosiga qiziqadigan, vaziyat haqida so'zlashadigan bo'lib qolgan edi. U doim og'illarini uyiga chaqiradi. Bu haqda so'zlashib ketadi. Og'illarining uyigami boradi. Keyincha buvay o'zini texmi to'xtatdi. Ba'zi oqshomlari qahvaxonaga kirib olib, og'inlari bilan paranglashadigan bo'ldi. Keyin berib bir qahvaxonani cho'pqat qilib oldi. Qahvaxonada xaridorlar bilan paranglashish uningga qiziqarliq tuyuladi. Uni xushal qiladi. Uning o'zi xos xohishi, maydoni bor edi. Ko'p sondagi xalq bilan bir sapda turib, hukumat ustidan shikoyat qiladi. 1919-yildagi inqilobni eslash bilanla o'ltirmaydi. Uning qalbidagi hayajon, so'zlash, umidvorlik bilanla ifodalanadi. U hozirgi hukumatning, keyingi hukumatning ag'dirilib ketishini orzu qiladi. Ammo hukumat ag'dirilgandan keyin qanday bo'lishi kerakligini bilmaydi. O'zining va millionlagan kishilarning masalasini qanday hal qiladiganligini, ulardagi g'azab nafratning qachon, qanday to'xtaydiganligini uqmaydi. Uning qarashlarimi o'zgargan edi. Ko'zlaridan g'azab, nafrat, norozilik ifodalanib turadi. U biror yigitni yoki oliy maktab o'quvchisini uchratsa, uni inqilobning umidi deb qaraydi. U o'g'lig'imi shunda qaraydi. O'g'lini cho'ng odam qatorida ko'radi. O'g'li bir xil umidga vakillik qilib, davlatning taqdirini zimmasiga ilish mas'uliyatini gavdalantirdi hamda bu mas'uliyatni ustiga ola oladiganligini isbotladi. U turmaga butun oilasi uchun kirdi. U va uning sabdoshlari butun Misrning mas'uliyatini zimmasiga oldi. Buvayning umidlik ko'nglida andishimi bor edi. O'g'ildan xotirjam bo'la olmaydi, ammo o'g'lini to'simaydi. Faqat o'g'lim tavakkulchilik qilmasa, omon eson bo'lsa debla o'ylaydi. Faqat Ibrohimning ishini tilga olmaydi. Tug'ma ehtiyotchanligi uni Ibrohimning qechishiga yordam bergan odamni jazolaymiz degan harbiy buyruq texi kuchga ega deb ogohlantirib turadi. Shu ehtiyotchanlik tufaylidan Ibrohimga qilgan yordamim kichik ish emas. Hukumat bilib qolsa qattiq jazolamay qo'ymaydi. Meni xizmatdan haydab o'tishi, qo'lga ilishi yoki bo'lmasa muhitni qaytadan qo'lga ilishi mumkin deb qaraydi. Şuna her bir söz hareketide dikkat qiladi. Og'inlari bilan paranglashganda Ibrohimning gapi chiqib qolsa gap qilmay turib oladi. Hatto Ibrohimning qahramonliklarini xuddi o'z oilasini, o'zini,
o'g'lini va 2 qizini maqtagan bo'lib qoladigandek faqatla tilga ilib qo'ymaydi. İbrahimning gapimi uyda bo'lmaydi. Uning gapi chiqib qolsa, hamma xuddi biri tinglab turayotgandek, u ishlarni aslasa bo'lmaydigandek darholla gapni yo'tkib o'tadi. Ular qimmatlik aslimini ko'nglida saqlashni o'ylaydi. Buvay bilan mo'may bu haqda ko'proq so'zlashadi. Buvay o'ngda yetib majburiyatini ado qilgan odamdek cho'nqur xursınatdi. Mo'may bilan Xudoyimdan shahidga jannat tillaydi. Aq ko'ngil ana necha uy o'tirsa cho'rgilaydigan, qozon beshidan beri kelolmaydigan hayotini boshlagan edi. Faqat o'g'lidan texmo ansiraydigan bo'lib qoldi. U Misrda nihoyat ko'p turma borligi, turmada har xil usullar bilan kishilarni qiynaydiganligi, o'g'lining turmaga kirishi, İbrahimdek o'lib ketishi mumkin ekanligidek ilgari bilmagan haqiqatni bilib oldi. Mo'may shuni tunib yetdiki, Misr degan bir binodagi aholilar emas. Qo'shindorchilik jamiyatimi emas. Mo'may doim berib tavob qilib keladigan qabrlardagi payg'ambarlar emas. Milich mal do'koni ochadigan Ivud tag'a, go'z sotadigan Fatha ustammi emas. Ko'chada qorovullikda turayotgan gunohsiz askarmi emas ekan. Misrda bir turkum ablahlar bor ekan. Ular kishilarning uyiga xohlagancha besib kirib, kishilarni qo'lga oladi ekan, qiynaydi ekan, o'ltiradi ekan. Ana o'g'lining shu munofiqlarning ziyonkashligiga uchrab qilishidan ansiraydi. Har kuni atdiganda o'g'lini oyat o'qib uzutib qo'yatdi. Kechda omon kelganligini ko'rib, xuddi o'g'li boshqa dunyodan qaytib kelgandek xushal bo'lib ketadi. Agar o'g'li sal-pal kechikib qolsa, beoram bo'lib qo'ygan tutqunini bilmaydi. Bütün jahon zulmatga, noli faryodga patqandek, qizil qonga bo'yalgandek his qiladi. Undaq chaqlarda qulimi ishqi bormaydi. Xuddi bular bo'lsimi amon qolsin degandek, 2 qizning o'tirsiga kirib o'ltirib oladi. O'g'li kelgandila uningga jon kirgandek bo'ladi. Bu bir necha yildan buyon mo'may ani shundaq tashvish ichida yashadi. Uningdan faqatla xoli bo'la olmadi. Bu narsa uning salomatligiga ta'sir qilib, doim kulga ketmaydigan chiroyimi o'zgarib ketdi. Yuqori qon besim kasalligi, shakar siyish kasalligiga giribdor bo'lib qoldi. Samiya to'y qildi. Abdulhamdiga tegdi. Abdulhamdi turmadan chiqqan yilila to'liq o'rta maktab diplomini oldi va Soda institutida xizmatdan ayrilmay o'qidi. Yanala burunqi shirkatda ishladi. U doim tog'isining uyiga berib turadi. Uni bu oilaga tuqqandochilikdimi ustun Samiya bilan bo'lgan muhabbatiga tang kelgudek qandaqdir bir narsa ching bog'lab turadi. U bo'lsimi o'rtaq maxfiyatlik, o'rtaq azob, o'rtaq aslima edi. Muhit uning navra inisila emas, balki sirdosh do'sti, azmat yigit edi. U muhit bilan vatanparvarlik haqida so'zlashadi. Ularning o'tirsida hech qanday nizo yo'q edi. Bir-biriga ishonadi. Siyosiy masalalarda bir-biridan qilishmay talishadi. Buvay ulardan xo'shal edi. Abdulhamdini yomon demaydi, yaqin ko'radi. Shunga Abdulhamdining Samiyani elish orzusi amdi sherin xiyol emas edi. Abdulhamdi buvayga Samiya bilan to'y qilish ishini aytishga oldirmadi. Buvayga burun rozi bo'lganligini askar tutmi qo'ymadi. U Soda institutining diplomini olmay turib, to'y qilmaslikqa niyat qilgan. Aqlliq bo'lg'achqa Samiyaning eri bo'lishga munosibman deb ketmaydigan bo'ldi. U faqat o'zi diplom olg'ucha boshqa birining Samiyaga elchi kirgizib qilishidan ansiraydi. Navoda boshqa biri elchi kirgizib qolsa, o'zining nima ishlarni qilib o'tishini bilmaydi. U balki g'azablanib ketar, Samiyani bulab ketar yoki o'zini o'ldirib olar. Ammo Abdulhamdi bu haqda ko'p o'ylamadi. Chunki ko'nglining bir yeri Samiya "Sana ta'alluq, sen uningga loyiq kelasan" deydi. Abdulhamdi bir mezgil to'y ishini tilga olmagan bo'lsa-mu, ularning muhabbati kuchayib beryotdi. Muhabbat ularning beqishlarida, tabassumlarida, talash tortishlarida ifodalanadi. Abdulhamdining navri singlisi qilgan buyruqlarida o'zini ko'rsatdi. U Samiyaga: "Bu ko'nglakni kiymang, bilaklaringizni ochiq qo'ymang, egiz boshliq oyoqni kiymang, ovozingizni chiqarib kulmang.
bundaq mangmang, deb Nevra aka süptida buyruq qılatdi. Ammo Nevalga bundaq qılmaydi. Samiyami bunun xuştar idi. Abdulhamdi bir-ikki kun onunğa buyruq bermay yoki gap talashmay qalsa, Samiyaga Abdulhamdi o'zini tortiyotgandek, o'zini yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qolgandek, o'zini unutib qolgandek bilinatdi. Samiya Abdulhamdini nihoyat aqlliq, o'zi bilmagan nurg'un ishlarni biladigan odam deb bilatdi. Uningsiz bu dunyoda yolg'iz turmush kechirolmaydiganligini his qiladi. Ularning to'y ishi muqarrarlashgandan keyin Samiya burunqidekla Abdulhamdiga bo'ysunadigan, uni kutadigan, uningdan qo'rqadigan, hatto to'yining balduroq bo'lishini orzu qiladigan bo'ldi. To'y gapi uzunga barmay teshildi. Dastlab och-singil o'ttirsida boshlangan bu gap buvay bilan mo'may o'ttirsidimi bo'ldi. Hech qaysi Samiya bilan Abdulhamdining to'yiga qarshi chiqmadi. Bir kuni mo'may Abdulhamdiga bu haqda gap ochdi. Balam, sizlar yang ichida putishmoqchimi? Unda qilmanglar. Mening toza qiziq to'y qilib, xalqlarning ko'zidan o't chiqarayotgim kelyotidi. Hamma, dedi Abdulhamdi xo'shallanib. Men diplom olgandan keyin. Mo'may uning gapini uzatdi. Oldida choy ichirib deyli. Ishni bekitgandan keyin diplom olsa nima bo'pti? Choy ichirish to'g'risida kishilarga rasmiy xabar qilindi. Bir yildan keyin choy ichirildi. Baldurroq to'y qilish uchun Abdulhamdi tirishib o'qishga boshladi. U turmada o'rgangan vatanparvarlik prinsiplarini unutib qolmadi. Vatanparvarlik ruh uni qurolli harakatga qatnashishga undaydi. U bir necha qitim namoyishlarga, ba'zi bir partiyalarning yig'inlariga qatnashdi. Bir partiyadan ishonchisini yo'qotsa, yana bir partiyani izladi. Birər yerdə partlatish bo'pti degan xabarni anglasa, o'zining shu harakatga qatnasholmaganligidan afsuslandi. Tashviq varaqasini ko'rib qolsa, tashviq varaqasini tarqitib beray deb uni tarqatgan odamni izladi. Uning har qanday vatanparvarlik harakatga qatnashqusi keladi. O'z e'tiqodiga amal qilish, amaliyati bilan xatoligini yuyish uchun hayotini qurbon berishga rozi edi. Muhabbat va to'y ishi uning bu irodasini tavritolmaydi. Muhabbat va to'y ishi uning bu irodasini tavritolmaydi. Shirkatdagi xizmati uni o'quvchilardan, yer osti faoliyat ilib berish ehtimoli bo'lgan tabiqlardan yiroqlashtirayotgan edi. Siyosiy soqchilarda saqlanayotgan arxivida uning burunqi ojizliklari yozilgan bo'lg'achqa, ular uni nazorat qilishni bekor qildi. Uningga faqat tegmedi. Samiya Abdulhamdining vatanparvarlik qizg'inligi bilan biror baloga uchrab yana turmaga tushib qilishidan ansiraydi. U Abdulhamdini qahramon deb qarag'ashqa, Ibrohimdek bo'lib qolarmikin deb qo'rqatdi. Samiyaning tashvishi uningga qilcha ta'sir qilmadi. Aksicha u texmi ruhlanib, undaq ishlarga o'zini bakrak uradigan bo'lib ketdi. Abdulhamdi institutni puturib, diplom olgandan keyin ular to'y qildi. To'ydan keyin ayrim uy tutdi. Abdulhamdi turmush uchun qo'lidan keladigan, ismi jismiga loyiq bo'lish uchun kurash qilishga boshladi. U ishlarini samimiy, vatanparvarlik ruhi bo'yicha qiladi. Burunqi xatoliklarga azoblanish va pushaymon qilishni olg'a besishga undaydigan kuchga aylantirdi. Hayotning Navalga bergani qisqa vaqtliq, ammo mangulik muhabbatning aslimisi bo'ldi. Uning bo'ynidagi kichik qutida Ibrohim yozgan Qur'on so'zi bo'lib, bu so'ygunining Navalga qoldirgan birdan-bir yodnomasi edi. Oradan 2 yil o'tdi. Bu jarayonda u qattiq sinoqlarni va chiniqishlarni beshidan o'tkazdi. U amdi burunqi g'amsiz, turgun qiz emas edi. Kulibla yurmaydi. O'zini yasab, chochlarini har xil tuzab ketmaydi. Jurnaldagi kiyim modellari va choch fasollarini o'rganishga vaqt sarf qilmaydi. U tajribalik va eg'ir bisiq bo'lib qolgan edi. Mijozimi o'zgargan, ko'zlaridan, tabassumidan, har bir harakatidan g'amkinlik chiqib turadi. G'amkinlikmi uni jiddiy, salobatlik ko'rsatib, kishida ixtiyorsiz hurmat tuyg'usini qo'zg'aydi. Buvaymi uni burunqidek jimlab yurmay hurmat qiladi. Navalni hozir mo'may, muhit,
Abdulhamdi va do'stlari, qo'shnilari hurmat qiladi. Faqat Samiyala singlisindagi o'zgarishning sababini bilgachga, uni boshqalardek hurmat qilsa-mu, hammadan bek uning hasratini, muhabbatini, aslimisini hurmat qiladi. Bu hurmat shu darajaga berib yetdiki, oilada biror ish bo'lib qolsa, hamma Navalning fikriga alohida diqqat qiladigan, uni uyning eng kichigi demay, eng aqllig'i deydigan bo'ldi. Naval buni sezib hasratini besishga texmo tirishadi. Uyda biror ish bo'lib qolsa, Naval yaxshi o'ylanib fikrini eg'ir bisiqlik bilan e'lon qiladi. Bir doktor yigit Navalga elchi kirgizdi. Yigit Navalning bir do'stining akisi edi. Bu ishda bovay uningga bir narsa demaydigan bo'lg'achqa, uning biror qarorga kelishiga to'g'ri keldi. Naval bu yigitni yaxshi ko'rmaydi. Chunki u hozirgacha Ibrohim bilan bo'lgan muhabbatining aslimisi ichida yashayotdi. To'y qilish rasida bo'lgan har bir qizning peshonasiga putilgan ish. Shunga qizlar bu ishni o'ylaydi. Ata-ana bo'lg'uchimu qizi tug'ilishdan tortibla bu haqda bosh qotirdi. Naval umr bo'yi to'y qilmay o'tib ketilmaydi-da. Uning keyingi kunlari qandoq o'tar? Qayerda o'tar? Jamiyatning qoida yusini uni muhabbatlashishga emas, balki to'y qilishga qistaydi. Naval oxir shu doktor yigit bilan to'y qilib, fazilatlik ayol, mehribon ona bo'lish qaroriga keldi. Naval hadisi Samiyadan burun to'y qildi. Ata to'y degan kuni u ishkapdan Ibrohimning ko'ngligini ilib, go'yo uningdan qahramonni ko'rayotgandek bir haza qarab ketdi. Andin ko'zlariga liq yosh olgan holda ko'nglakni ko'tarib akasining yiniga kirdi va bo'sh ovoz bilan: "Bu ko'nglak Ibrohimning." U go'yo bu ism to'liq davasa, düpüldab so'qib ketgan yuragi og'zidan chiqib ketadigandek, oxirini demayla yugurib qaytib chiqdi. U boshqa bir erning ko'ngligini ilib, yo'ldoshining uyiga borolmaydi-da. Lekin bo'ynidagi kichkina qutida Ibrohim yozgan bog'oqcha bor edi. Ular endi faqat jannatda uchrasha olishi mumkin. Kishilar Navalni eng axloqliq ayol, uning yo'ldishini eng baxtlik er deb qaraydi. Ammo Navalning ko'ngligini faqatla Xudo biladi. Muhitning ideyasidagi cho'ng o'zgarishlar hujrasiga o'zgarish kirgizdi. Uning hujrasi kitobxonaga aylandi. Muhit kitob mastonasi bo'lib ketdi. O'ltirsa, qo'psa, hatto tomoq yeyotibmi kitob o'qiydi. U kitobni boshqa bir masalani hal qilish uchun o'qishga boshlagan edi. Keyin masalalarning bir-biriga chetishliq ekanligini, tarix, din, adabiyot, iqtisod hamma sohadagi kitoblarni o'qib chiqqandila, ondan o'z vatani va xalqini tushunolmaydiganligini bildi. Kitoblarni bir yoqdan o'qib, bir yoqdan xotira yozdi. Keyincha kitob ilishga pul yetkazolmay, kutubxonaga berib kitob o'qiydigan bo'ldi. U kitobni ko'p o'qigan seri o'zini pishib yetilayotgandek, ko'z oldida yangi bir dunyo quchoq ichib kelayotgandek his qiladi. Muhit haqiqatan o'sib yetilmoqda edi. U uyda va saboqdoshlar orasida ta'sirga ega bo'ldi. Ammo u kitob mastonasiga aylandi. Kallisi g'oya, nazariya, logika bilan to'ldi. Shunga vatanparvarlik faoliyatlardan chetda qoldi. Biror namoyishlarga qatnashmadi. Biror tashkilotga yoki biror partiyaga kirmadi. U faqat saboqdoshlari ichida iddiviy tunishi, tadqiqoti bilan dong chiqardi. Shundaqdimi birari so'ramog'icha ko'z qarashini oshkorlamaydi. Amalsiz qolmaslar tadqiqot ilmiy maqolalarini o'ng'ayliqcha chiqarmaydi. U burunqidekla ehtiyotchan bo'lib, ko'proq kitob o'qishni o'ylaydi. Kitobga bo'lgan qiziqish tufayli u o'qishda birinchi bo'lish niyatidan voz kechdi. Maktabda qilib otsinit bo'lish uchun harakat qilmadi. Shunga adliya organiga taqsim qilindi. Uzun o'tmay muhit xizmatidan istifa berib, advokatlar boshqarmasiga ishga kirib, bosh advokatga deloni tahlil qilish, material tayyorlab berish ishini qildi. U advokatlarga o'xshash sotda oqlag'uchi bo'lishni xohlamadi. Ba'zida vatanparvarlik ruhidagi logikaliqi ustun,
idealiki va vatanparvarlik xohishi aniq maqolalarni yezib, vatanparvarlikni tashviq qiladigan jurnallarga avitib beradi. Biroq ismini yozmaydi. Bir kuni atdiganda Muhit uyg'onib inqilobning qo'zg'alganligini bildi. Yuragi hayajondan do'pildab so'qib ketdi. U darhol gazetni ko'rdida xushalligidan kulib ketdi. Muhit faxrlandi. O'zini bu inqilobga qatnashdim deb his qildi. O'zini boshqalar bilan birlikda bu inqilobni qo'zg'adim deb qaradi. Bu inqilobga u dadisi, opsi, Samiya, Naval, Abdul hamdilarmi qatnashdi. Ular u inqilobga ko'zlarida ifodalangan g'azab nafrat bilan atrofda yuz bergan voqealarning turtkisi, ideyasining moyilligi, o'zlarining orzusi, millatining xarakteri va azoblangan, nomrodlikda chiniqqan irodasi bilan qatnashgan edi. Amaliyotda bu inqilobni ular qo'zg'agan edi. Muhit yangidan biror qahramonning chiqqanligini bilsa, uni tuniydigandek, uningga o'zining ajr singandek, uni yetishtirishda o'zining hassisi bordek his qiladi. Shundoq. Muhit xalq bilan birga qahramonlarni yaratdi. Aniqroq qilib aytganda, qahramonlikni yaratdi. Qahramonlik o'lib ketadigan odam shaxs emas, balki birining izini biri besib olg'a ilgirlayotgan, xalq ichida yengillayotgan kuch. Uni biror shaxs yaratmaydi, butun millat yaratadi. Hamda ma'lum bir shaxsda gavdalantiriladi. Agar bu odam qurbon bo'lib ketsa, uning o'rniga yana biri chiqadi. Qahramonlik mangu davomlashadi. Mangu agri yo'lga kirib ketmaydi. İbrahimning qahramonligi yo'qolmadi. Mayli Zug'lul, Mustafa Kamilning qahramonligi bo'lsin, yoki Arabining qahramonligi bo'lsin, yo'qolgani yo'q. U mangu yashaydi. U millat bilan taqdirdosh har qaysi dohiylarda ifodasini topgan. Muhit mushlarni o'ylab o'zicha xushalligidan kulib ketdi. U ko'cha o'ttirsida ketayotgan qo'shinga emas, balki ko'chaning ikki qasniqida turgan necha 100 ming ommaga qaradi. Mana mushu kishilar uning bilan birga inqilobni qo'zg'adi. Dehqonlar nomrodligi bilan, ishchilar amgigi bilan, o'quvchilar saviyasi bilan, xizmatchilar g'azab nafrati bilan, savdogarlar o'z orzusi bilan inqilobga tayyorlik qildi. Bu tayyorlik uzun muddatlik sabr toqat, qat'iylik, qaysarlikka muhtoj bo'ldi. Inqilob turmidan, tutqunlar lageridan, qamcha ostidan portiladi. U necha avlodning qon to'kishi badaliga vujudga chiqdi. Muhit shu 100 minglagan omma ichida ketib boradi. Odamlarga to'ymay qaraydi. İnqilab bo'lganligi, shuncha ko'p ommaning inqilobga qatnashganligi bilan ularni tabriklaydi. Bu odamlarning ko'pinchisi tinch, yavash va samimiy edi. Mayli Angliyaliklar bo'lsin, mayli siyosiy soqchilar va davlatdagi hukmronlar bo'lsin, hech qaysi oilalardan inqilob portlaydi. U oilalar qahramon yetishtirgan makon bo'ldi deganni xiyoliga keltirmagan edi. Muhit shu xalq ommasi ichiga kirib singibla ketdi. Shundoq qilib bu yigit degan shundoq bo'lsa degan roman mush yerda tugidi. Bizda mu ashundoq oxiri üzülmay chiqadigan qahramonlarning bo'lishini umid qilamiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.